Assalomu alaykum hammaga, bog'bonlar, dehqonlar va uzum shinavandalari. Bugun 29-iyun 2025-yil. Sizlarga men ko'rsatmoqchi mana bu uzumni. Yangi uzumlardan Jupiter kishmish deb nomladi. Bu Amerika seleksiyasi. Seleksionerning nomi John Clark, shtat Arkanzas. O'sha seleksioner John Clark tomonidan chiqarilgan. Xo'p. Mana bu birinchi yil nishonasi. Mana. Hozir bu bilan qoplab setkachalarda ozik sразу ko'rsatib, keyin ichini kesib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana bu ikkinchi uzumimiz Cimus deb nomlanadi. Bu ham Ukraina seleksioneri. Familiyasi Pisenko Oleg Mikhailovich tomonidan yaratilgan. Cimus kishmish 3-4 klass. Muskat ta'mli. Erta pishar. Mana o'shalar kattasi ham bor. Mana juda katta. Mana bular mana katta. Bular hammasi o'z setkada. Bularni ham hozir o'sha ko'rsatib, kesib, xudo xolasa ko'ramiz buni ham. Xo'p, mana uzumlarni kesib bo'ldik. Stolga olib keldim. Xo'p, ana endi o'zi ko'rsatib beraman. Mana bu birinchisi Cimus. Cimus deb nomlanadi. 3-4 klass kishmish hisoblanadi. Seleksioneri Pisenko Oleg Mikhailovich. Ukraina seleksioneri erta pishar deyiladi. Hozir buni tarozimiz ishladi. Hozir bittasini kesib ko'rsatamiz. Hozir bir o'lchaylikchi nechi. 4-3. Ana ikkinchisini ham qo'ydim. 8-9. 8-8. Demak, har bittasi 4 gram, 4,5 gram ana shunaqa bo'lar ekan-da. Mana yana bittasini ham qo'yapman. Misol uchun 4-3. 3tasini qo'ydim. 13 gram. Shu 5 gram, 4,5 gram shu atrofda. Endi hozir buni kesib beraman sizlarga. Xo'p, mana bir qo'l bilan ushlash, bir qo'l bilan kesib berish sal noqulayroq, lekin harakat qilib beraman. Ichini ko'rsatishgan mana. Sizlarga ko'rinyapti yo'qmi? Mana. Danagi bor mana. Danagi bor. Ikkinchisini ham hozir kesib beraman. Mana. İkincisini ham kesdim. Bunga ham danagi bor. Mana teri suv bu ham. Mana suv juda chiqibdi. Endi bir tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ta'mi juda zo'r. Uni tushuntirish qiyin telefonga, lekin qanaqadir mazasi sitronli fruktoviy aromati bor-da. Endi o'zbekchasiga endi nima deylar? Qanaqadir sitrusli ta'mi bor-da, endi tushuntirish qiyin, lekin ta'mi zo'r. Erta pishar, lekin ozgina hali vaqti bor, menimcha shu 1 haftacha vaqti bor. Shu 1 haftadan keyin уже bemalol to'liq 100% pishib qoladi. Bu Buxoro sharoitida shunaqa. Mana shunaqa.
Yomon emas, zo'r. Ikkinchisi Yupiter. Amerika seleksioneri tomonidan ishlab chiqarilgan John Clark, shtat Arkanzas. Buni ham o'zi o'lchaymiz. Buni ham o'lchaymiz. Ana o'zi bittasini qo'yamiz taroziga. Uch olti 708. Ana uchinchisini qo'yapman. 11 gram rona. Uchalasi 11 gram. Mana. Endi kesib, o'zi kesib berib, o'zi ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ezilib ketibdi. Hozir yana qaytadan. Mana. Ichida bor ekan nimasi baribir rudiment e'lami danak bo'lsa kerak bu endi. Shunaqa, lekin bu ham suvli narsa. Mana suvlari chiqyapti. Ser suv. Lekin yeyishga ham zo'r bo'ladi. Buni bitta o'sha plus joyi yutuqi shu 25-27 minusgacha sovuqga chidamli. Keyin 27 dan keyin уже sovuq urishi mumkin. Sovuq urishi mumkin. Endi ta'mi jihatdan o'zib ko'ramiz. Bismillah. Buni ham ozgina vaqti bor, mana. Yashilali ko'm-ko'k. Simusga o'xshagan hali bunga ham bir hafta 10 kungacha vaqti bor ozgina, lekin ta'mi zo'r kirgan. Bu ham ta'mi qanaqadir fruktoviy, sitrusga o'xshagan. Uni tushuntirish qiyin, lekin zo'r ta'mi. Juda ham bir yoqimli. Haliga bir yeyish uchun zo'r narsa-da. Yomon emas. Bu ham endi kishmish hisoblanadi, lekin bu ham menimcha 3-klass bo'lsa kerak-da kishmish. Atsimusga o'xshagan, lekin ta'mi juda ham zo'r. Yana bitta yeb ko'raman. Fruktoviy, yagidni fruktoviy aromati bor. Uni endi yeb ko'rsangizlar, keyin aligani bilishlaringiz mumkin. Zo'r ta'm. Buni ham ta'mi zo'r, bu ham ta'mi zo'r, lekin ikkalasi ham ozgina vaqti bor bularni. Shu bir hafta ichida shu vaqtlari bor. Buxoro sharoitida endi bilmadim, boshqa viloyatlarda balkim pishgandir. Lekin bugun 29-iyun bo'lsa, 29-iyungacha ahvoli ana shu. Tavsiya beraman. O'zi uchun, yeyishi uchun, oilasi uchun. Yeyishga zo'r. Shivurg'on xuddi o'zimizning o'sha shivurg'oniga o'xshaydi, sal o'sha donlari kattaroq. Lekin ta'mi jihatdan ham zo'r. Hozircha shu video yoqgan bo'lsa, like bosasizlar. Bu haligi nimamizdan, kanalimizning o'sha rivojlanishi uchun foyda beradi. Sog' salomat bo'linglar, xayr salomat bo'linglar.